Model bo'lish orzusi, chet elda o'qish uchun pul, xorij vizasi, tish doktori, paxta terimi, O'zbekiston va Epstein. 2025-yilda marhum moliyachi va voyaga yetmagan qizlarni jinsiy ekspluatatsiya qilgan Jeffrey Epsteinga oid haqiqatlar oshkor etilish arafasida ham, dekabr oyidagi ilk ochiqlamalarda ham qachondir bu fayllarda O'zbekiston nomi bo'lib ham o'zbekistonlik qiz yoki unga aloqador yozishmalar chiqishi mumkinligi hech kimning tushiga ham kirmagandi. Lekin dunyo ajoyibotlarga boy. Quyida shu haqda batafsil so'z yuritamiz. Nomi jumboqlar va qabih jinoyatlar bilan yonma-yon keladigan milliarder Jeffrey Epstein ishiga doir hujjatlarning navbatdagi qismi e'lon qilindi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan ochiqlangan sahifalar 3 milliondan oshadi. Ularda Oq uy rahbaridan tortib, Gollivud yulduzlari va influenserlarga qadar bor. Ammo milliarderga aloqador minglab taqdirlar orasida samarqandlik qizni ham topish mumkin. Shu o'rinda eslatma. Keyingi qismlarda biz o'sha qizni 3 xil nom bilan ataymiz. Bular GU sirli samarqandlik qiz yoki sirli o'zbekistonlik qiz kabi nomlardir. Tahririyatda ushbu shaxsga doir dastlabki ishonchli ma'lumotlar bor bo'lishiga qaramay, shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligi qoidalari tufayli uni shu tarzda qayd etishga majburmiz. Eslatib o'tamiz, Daryoda u haqdagi ko'plab informatsiyalar mavjud. Epsteinning sirli o'zbekistonlik qiz bilan aloqalari 2012-yildan boshlanadi. Qiz o'sha yilning 8-mart kuni milliarderga elektron pochta orqali xat yuborib, o'z holati haqida hikoya qiladi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlarga borgani yoki borish harakatlari sabab universitetdan chetlatilgani, ammo tahsilni davom ettirish uchun oliygoh topgani haqida yozadi. Barcha ariza va imtihon jarayonlaridan so'ng ular meni talabalar safiga qabul qilishga rozi bo'lishdi. Hujjatlar Toshkentdagi vakolatxona orqali rasmiylashtirildi. O'qish 4 semestr Malayziyada bo'ladi. Keyin menga 2 diplom berishadi. Biri Malayziyadan, ikkinchisi Angliyaning Staffordshire universitetidan. Ingliz tilida ta'lim juda qimmat, lekin bu yerda diplom kuchi bir xil bo'lsa-da, o'qish narxi ancha arzon. Yiliga $6,800. Qolaversa, o'zbeklar uchun Malayziyaga viza talabi yo'qligi meni xursand qildi. Bu men uchun oldinga tashlangan qadam. Ayniqsa, ortda qolgan oylar davomida bu yerda ishlash naqadar og'ir bo'lganini hisobga olsak. O'zbekistonlik qiz shundan so'ng Malayziyada yashash xarajatlarini qoplash uchun pul topishi kerakligi, Nyu-Yorkdagi do'sti esa unga modellik sohasiga kirishda yordam bermoqchi ekanini aytadi. Bilasan, men bunga qiziqmaganman va buni qo'llab-quvvatlamayman. Lekin hozir bu yaxshiroq hayotga erishishning yagona yo'li shu bo'lib turibdi. Hozircha o'zimni cheklayapman, ota-onam va boshqalar sabab. O'qish vaqtida hatto Londonga yozgi ta'tilga borgan paytim ham qandaydir shartnomalar bo'lishi mumkin. Eng muhimi shundaki, agar muvaffaqiyatga erishsam, modellik orqali H1B vizasini olishim mumkin. Bu esa viza bilan bog'liq oldingi qonunbuzarlik holatlarimni yuvib tashlash ehtimoli bor. Shunda Nyu-Yorkka xotirjam borishim mumkin bo'ladi. Samarqandlik qiz Epsteinga yozgan maktubida o'sha yillari o'zbekistonliklar uchun o'tkir muammolardan biri bo'lgan xorijga chiqish vizasi va chet el vakolatxonalaridan viza olishdagi muammolar haqida so'z ochadi. Biz to'g'rimizda gapiradigan bo'lsam, Jeffrey, albatta doim seni sog'inaman. Lekin o'zing bilasan, mamlakatimiz ancha muammo tug'diradi. Har bir ahmoqona qaror oldingisidan yaxshiroq. Lekin baribir yosh va yolg'iz qizlarga vizani sababsiz rad qilishadi. Malayziyaga, Qozog'istonga, Gruziyaga, Rossiyaga, Ozarbayjon kabi davlatlar, hatto Buyuk Britaniyaga ham borish nisbatan oson. Ammo Schengen zonasi, Birlashgan Arab Amirliklari va ayniqsa AQSh juda qiyin. Hatto urinishdan deyarli foyda chiqmaydi, agar jiddiy sabab bo'lmasa. Oradan taxminan 5 oy o'tib, u Epsteinga navbatdagi maktubni yuboradi va o'zi yuzlashgan qiyinchiliklarni hikoya qiladi. Qiz oilasi, mamlakati, an'analari umuman olganda bosimlardan charchaganini aytib, hayotini yangidan boshlash uchun milliarderdan yordam so'raydi. Sizga samimiy aytaman, qo'limdan kelgancha muammolar bilan kurashdim. Biroz semirdim. 1 oy oldin vaznim 38 kilogramm edi. Lekin pul yo'qligi sabab oldinga siljiy olmayapman. Ishlashga harakat qildim.